Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi ish jarayonimiz Surxondaryo viloyati Termiz tumaniga kelganmiz. Bir xonadonga ular bizga murojaat qilishgan edi. Biz xudo xolasa litsenziya guvohnomalari bilan qonuniy dokumentalniy qilib turib, garantiyali talonlarni beramiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boringlar. Bundan qiziq ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Rahmat hammalaringizga. Mana Nuriddin aka, bugungi ishlarimizni ham yakunlab oldik. Dezinseksiya ish jarayonlarimizni bizaniki Respublika Fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda mana bu termitlarni yo'qotish, aholiga yordam tariqasida o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Birinchi navbatda ishonch birinchi o'rinda turadi. Mana shu masalalar bo'yicha, masalan, mana bizni ish ma'qul kelgan bo'lsa, masalan, mana siz ham kuzatgansiz, kimni ishlarini kuzatgansiz. Bizani qaysi anaqa bilan qidirib topdingiz? Birinchi savolim. YouTube'dan qidirib. Birinchi navbatda ishonchda. Masalan, mana bizani yo'nalishimizga asosiysi dezinseksiya yo'nalishi, dezinfeksiya yo'nalishi bo'yicha bilasiz, litsenziya guvohnomasi, garantiyali talonlari bilan, kvitantsiyalari bilan mana qo'lga beramiz. Xohlagan paytingiz biz bilan bog'lanasiz. Biz registratsiya qilib qo'yamiz bu narsa bo'yicha. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Asosiy birinchi navbatda nam yerlarga ko'proq bo'ladi. Masalan, men shu narsani qo'lingizga beraman, garantiyali talonda. Xohlagan paytingiz bizga bog'lana olasiz. Akajon? Mayli. Sizga kattakon rahmat. Sizga ham charchamay omadingizga.